124-temani amalisini ishlab boshlaymiz. Birinchi misol. Konus yasovchisi asos radiusidan 4 marta katta. Demak, konus bo'lsak, yasovchisi asos radiusidan 4 marta katta. Asosini radiusini r desam, shunda yasovchisi 4r bo'ladi ekan. 4 marta katta bo'ladi shunda. Konus to'la sirtining asos yuziga nisbatni toping deb qo'ydi ekan. Demak, S to'lani S asosga bo'lganingiz kerak. S to'la bu S yon plus S asos taqsim S asos. S yon degani pi r ko'paygan L formula bilan topiladi plus S asos esa pi ko'paygan r kvadrat taqsim mahrajda pi ko'paygan r kvadrat bo'ladi. Endi bir xil narsalarni qisqartirsak, L plus R taqsim R qoladi ekan. Bizga shu narsa kerak ekan. Endi L nomini men 4 dona R ni qo'yishim mumkin, ya'ni 4 dona R ni qo'ysam, suratda 5R taqsim R bo'ladi. R lar qisqarish natijasida javob 5 chiqadi ekan. İkinci misolimiz. Konusning yon sirti S yon deganimiz 169 pi bo'ladi ekan. S to'la esa 450 pi ekan. Buni hajmini toping deb qo'ydi. S yon deganimiz pi r ko'paygan L teng 369 ko'paygan pi. Pi da qisqaradi. R ko'paygan L deganimiz 369 bo'ladi ekan. To'la sirti degani bu pi ko'paygan, ya'ni to'la sirt degani S yonga qo'shamiz. S asosning shu 450 pi chiqadi ekan. S yon deganimiz pi r ko'paygan L plus S asos degani pi r kvadrat. Shu 450 pi ga teng. Pi da qisqaradi. R ko'paygan L plus r kvadrat teng 450. Men shu yerdan radiusni topsam 369 taqsim L bo'ladi. Shuni r ni o'rniga olib kelib qo'ysam L ni topsam bo'ladi ekan. L ni topamiz 369 taqsim r bo'ladi. L ni olib kelib birga qo'yamiz. R ko'paygan L ni o'rniga 369 taqsim R plus r kvadrat teng 450. Radiuslar qisqaradi. Shundan r kvadratni topsam men 450 dan 369 da ayiramiz. 1 4 o'q qoldi. 14 dan 6 ni ayirsak 8 81. Radius deganimiz 9 chiqadi ekan. Radiusimiz 9 chiqdi. Endi bizlardan hajm so'ralgan. Hali balandligi ham kerak bo'ladi. Demak, shuni o'rniga 9 ni qo'ysam, yasovchimiz necha chiqadi? 369 taqsim 9. L deganimiz 41. L 41 chiqdi. Endi konusni chizsak, shu asosining radiusi 9 ekan. L deganimiz 41 ekan. Balandlikni h desam, shu h ni topish uchun h kvadrat teng 41 ni kvadratidan 9 ni kvadratini ayiraman. 32 ko'paygan 50 chiqadi. Bular bo'ladi 40 chiqadi ekan. H deganimiz shundan 40 chiqadi bizda. Balandligimiz 40 chiqdi. Radiusimiz bor. Hajm topish uchun 1 taqsim 3 ko'paygan S asos pi ko'paygan radius kvadrat 81 ko'paygan h deganimiz 40. Qisqaradi, bu yerda 27 qoladi. 27 dan 40 ga ko'paytirsak 54 108 1080 pi degan javob chiqadi ekan hajmi.
Üçüncü misolimiz. Doiradan markaziy burchagi 60 gradus bo'lgan sektor qirqib olingach, uning qolgan qismi o'ralib konus shakliga keltirilgan. Demak, bizda doira bor. Shu 60 gradusda qirqib olingandan keyin shu qirqib olinibdi va qolgan qismidan konus yasalibdi. Ya'ni mana shu qolgan qismini men konus yasayman shundan. Demak, mana shu qizil chiziqning uzunligi bizga hosil qilajak bo'lgan konusning asosiy uzunligine teng bo'ladi. Ya'ni shu yerda hozir el yoyining uzunligini topaman. El yoyining uzunligi bizlarda shu konus asosiy uzunligine teng bo'ladi. Demak, el yoyini topsam, el yoyi teng pi ko'paygan r taqsim 180 ko'paygan alfa deyamiz necha gradus? 240 gradusga ko'tarilgan bu. 240. Qisqarsak 6 ga qisqartirsak bu yerda 4, bu yerda 3 qoladi. 4 pi r taqsim 3. El yoyining uzunligi shunga teng ekan. Demak, shu asosiy uzunligi 4 pi r taqsim 3 ga teng. Buni radiusini endi 2 r desam, 2 r bo'lsa, uzunligi 2 pi r deymiz. 4 pi katta r taqsim 3 ga teng. 2 pi ga bo'lsak, r deymiz 2 r taqsim 3 chiqadi. Endi shu bizda r ga teng edi. Shu aylanadagi. Shu r bu konus uchun yasovchi bo'lib keladi endi. Demak, bu konus diametr degani 2 dan 2 r. Demak, 2 r shu diametr bo'ladi, ular 4 r taqsim 3. Konus diametrining yasovchisiga nisbati. Konus diametri 4 r taqsim 3, yasovchisi r. Bo'lay bo'lsak 4 taqsim 3 dan javob chiqar ekan. To'rtinchi misolimiz. Konus yon sirtining yuzasi 18 pi bo'lib, pi r l deymiz 18 pi. Uning yasovchisi asos tekislik bilan 30 gradus tashkil qiladi. Shu 30 gradus ekan. Konusning hajmi uzoq ketdi. Demak, bu yerda pila qisqarsak, r ko'paygan l deyamiz 18 bo'ladi. Endi shu yerdan balandlik tushirsam, bir radius bo'lsa, shu h deganimiz bir 2h bo'ladi. Ya'ni l deganimiz 2h ga teng. Sababi 30 burchak qashda katet gipotenuza yarmina teng. Endi shu yerdan kosinus 30 gradus qo'llab olsam, radiusni 2h ga nisbati bo'ladi. Ya bo'lmasam radiusni l ga nisbatlasa ham bo'ladi. 3 taqsim 2 teng, radius taqsim l. Shu yerdan men l ni topsam, l ni topatan bo'lsam, 2 radius taqsim 3 bo'ladi. Endi l ni o'rniga shuni kelib qo'yaman. R ko'paygan 2 r taqsim 3 ko'paygan 3 teng 18. Shu yerdan radius kvadratini topsam, 9 ko'paygan 3 bo'ladi ekan. Demak, radiusni topatan bo'lsam, 3 4-darajada 3 chiqadi ekan. Endi radius berilgan bo'lsa, men yasovchini topib olaman, keyin yasovchini 2 ga bo'lsam, balandlik kelib chiqadi. Ya bo'lmasam shu uchburchakdan tangens 30 qo'llasam ham bo'ladi. Tangens 30 gradus teng. H ni r ga nisbati bo'ladi. H ni topish uchun r ni 1/3 ga ko'paytiramiz. 3 ko'paygan 4 yuzasida
3 köpaygan 1 taqsim izosi 3. H chiqdi, radius chiqdi. Endi hajm topamiz. Bu teng 1 taqsim 3 köpaygan s asos pi köpaygan radius kvadrat 9 köpaygan izosi 3 köpaygan h deganimiz 3 4-darajada 3 köpaygan 1 taqsim izosi 3. Ildizlar uçlar qisqaradi. Bu uçlar ham qisqaradi. Demak, 9 pi 4-darajada 3 javob chiqadi. Beshinchi. Muntazam uchburchakning tomoni 4 ga teng. Shu uchburchakni uchidan o'tuvchi va qarama-qarshi tomoniga parallel o'q atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmini toping. Muntazam uchburchak bor ekan. Shu uchundan o'tuvchi bir uchundan o'tuvchi va shu uch qarama-qarshi tomonga parallel bo'lgan parallel tekislik o'tkazilgan va shu tekislik atrofida uchburchakni aylantirishdan hosil bo'lgan jism yuzasi kerak ekan bizga. Hajmi deyishim, hajmi kerak. Demak, buni aylantiradigan bo'lsak, shunday silindr shaklidagi jism hosil bo'ladi bizda. Shunday. Yani bizga shu o'rtasida oralikdagi jismning hajmi kerak. Buning uchun shu ikki dona konus, bu konusni ayirib tashlashim kerak. Bu konusni. Shunda uning javobi chiqadi. Demak, tomon 4 bo'lsa, bu ham 4 bo'ladi. Bir 4 bo'lgandan keyin bir 2 bo'ladi, 2 dan. Demak, shu konusning balandligi 2 ekan. Keyin asos radius 4 bo'lib qoladi bu yerda. Shu 4 ga. Demak, mana shu konusning yuzasi hajmini topish uchun bu konus teng 1 taqsim 3 s asos pi ko'paygan radius kvadrat 16 ko'paygan h deganimiz 2. 32 pi taqsim 3. Endi shundan 2 dona bor. Ya'ni bu yozi butun bir bu silindradan ayirib tashlaman 2 dona bu konusni. Shunda shu o'rtadagi hajm qolib ketadi. Bu silindrni topsak, asl biza bu konusni topdik, endi bu silindr kerak. Bu silindr teng S asos ko'paygan h bo'ladi. Pi ko'paygan 16 ko'paygan h deganimiz esa h deganimiz bu misolda bir kamchilik ketdi, boshqatdan ishlamiz. Demak, shu chiziq bo'yicha uchburchak aylantirildi. Shundaysan aylantirdi. Bize hozir topchak yerimiz uch kerak hajmi. Demak, S silindrdan bu silindrdan ayiramiz bu konusni. 2 dona bu konusni. Ya'ni shu silindrdan shu qoraga bo'yagan yerini olib tashlasam javob chiqadi. Demak, bu 4 bo'lsa, silindrning balandligi 4. Keyin bir 4 bo'lgandan keyin 2 bo'ladi. Shunda xato etdimiz ekan yani. Bu tomon ham 4 ga teng, bir 2 bo'lsa, bir necha bo'ladi? Biri shu, ya'ni konusning balandligi bir 4 bo'lgandan keyin biri 2, shunda 16 dan 4 narsa izosi 12 bo'ladi balandlik. Endi bu silindrni topamiz. Bu silindr teng S asos pi ko'paygan 4 ko'paygan h deganimiz 4.
Demek 16 pi'den ayıramiz 2 köpaygan v konus. V konusini topsam 1 taqsim 3 köpaygan s asos bilan pi köpaygan 4. Köpaygan balandligimiz esa izosi 12. 4 pi izosida 12 taqsim 3 bo'ladi. Shu bizning javobimiz bo'ladi. Teng yonli uchburchakning tomonlari 12, 30. Bizga 2 dona tomon berib qo'ydi, lekin 3 dona tomon bo'lishi kerak. Teng yonli degan uchun birisini 2 marta yozish kerak. Hozir 12, 12, 30 desak, bu uchburchak bo'lib bilmaydi. Sababi ikkisini qo'shganimiz uchinchisidan katta bo'lishi kerak. Shuning uchun naborot tersakkisi 30, 30, 12 bo'ladi. Shunda tomonlama. Shu uchburchak o'zining simmetriya o'qi atrofida aylantirilganda hosil bo'lgan aylanish jismining to'la sirtini toping. O'zining simmetriya o'qi degani bu. Shu simmetriya o'qi shu. Sababi shundan buklasak ustma tushadi. Shu atrofida aylantiribmiz buni. Aylantirsak konus hosil bo'lib qoladi. Shu uchburchakni aylantirsak, shu konusning to'la sirti so'ralgan. Demak, konusning asosiy radiusi 6 bo'ladi, 12 bo'lgandan keyin. Bu 30 bo'lsa, balandligi necha bo'ladi? 30 ning kvadratidan 6 ning kvadratini ayiramiz. Shu h kvadratga teng bo'ladi. 24 köpaygan 36 teng h kvadrat. — 12 köpaygan 2 köpaygan 12 köpaygan 3 teng h kvadrat. H deganimiz shu yerdan 12 izosida 6 chiqadi. Demak, buni to'la sirtini topish uchun pi rl plus pi r kvadrat formulasidan topiladi. Bizga balandlik shart emas ekan, buni xato topibmiz. O'zi to'la sirtini topish uchun shu narsalar yetarli. Pi rl pi köpaygan r degan 6, l degan 30 plus pi köpaygan radius kvadrat degan 36. Demak, bu 180 206 pi degan javob chiqadi ekan.